trekker olsam yoki keyin sanet olsam deydigan insonlar videoni oxirigacha ko'rasizlar. Ikkalasining xarakteristikasi bilan tanishib o'taman. Albatta trekkerni yomonlamasdan sanetda asl tomonlarni aytib o'tamiz. Xullas, oldi tomoniga keladigan bo'lsak, mana abzokani ko'ryapsizlar, glansi. Trekker olgandan keyin aniq resaning abzokga qo'yiladi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, ko'rsatib o'ting. 1.5 atmosferni 115 ta ot kuchi, o'rtacha rasxod 6 ta ko'rsatyapti shahar ichida. Bularda eko normal drive rejimlari bor. Ekoga qo'ysangiz agar nisbatan yana rasxod kamayadi. Tak korobka variator bo'ladi, anchagina aqlli korobka. Old parktroniklarni ko'rsatib o'tasiz. Old sensorlari bor bunda. Tumankalari ham bor. Balonga keladigan bo'lsak, to'rtta yumshoq balon qo'yilgan, zavodskiy diskada turibdi. Paroglar qo'yilgan ekan. Parogda o'zi 5 million so'm turadi. Beskrushov dost bor kirish qismida, marhamat. Salon qismini yaxshilab ko'rsatib o'ting. Mana bu deflektlarni qaranglar. Bunaqasi faqat Kia Sorrento'da bor, keyin mana Kia Sonet'da bor. Lukchasiga alohida aytaverasizlar. Bespirodniy zaryadka bor, cruise control, klimat kontrol hammasi bor. Abduflargacha bor buni. Bu kojniy bo'ladi, marhamat, orqa qismi. Keyin qarang, ashirda olib turayman, bu tomondan o'tiraman hozir. Sanetni mayda mashina deydiganlar. Oldi o'sha orqagacha kelib bo'lgan, sezinglar, mana ko'ryapsizlar. Normal o'tiribmiz. Mana bu yerda deflektorlar bor, kamashkalari bor. Juda ham bir qulay mashina. Mayda mashina emas, trekkerga o'tirib bunga o'tasizlar, farqini bilasizlar. Boston kolonkasi bo'ladi, bitta usilitel bo'ladi bagajda. Bitta orqa qismini ko'rsatib o'tasiz. Splashni faradan qaranglar. Zadniy kamera, orqa parktroniklari bor, hammasi bor. Tak. Bagaj ko'rsatamiz. Eng muhimini aytaman sizlarda. Bagaj sig'imi trekkerdan katta, ya'ni 392 litr sig'imga ega mana shu bagaj. Eng muhimi mana bu polka. Mana bu, qaranglar. 7 kilogacha ko'taradi. 7 kilo. Brend mashinalarda ham 3 kilo, 4 kilogacha ko'taradi mana shu narsa. Aytib o'tganimizda bagaj 392 litr sig'imga ega, zapaskalari joyda, yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, salonda aka, keling aka. Salonda 250 million turibdi. Akamiz parok qo'yganman deyaptilar. Bitta yumshoq yangi balon qo'yganman deyaptilar. 8000 probeg masofani bosib o'tgan. Aka, narxini qancha qilib beramiz? Bitta shu odamlar mazza qilib minsin shu mashinani. 20 ming baho qo'yamiz aka. Bo'lgan joyi 19 ming bo'lsa, salonda ham hozir 21 ming atrofida turibdi-da. 20 ming emas aka. 18 ga berasizmi? Naqd puldan kelsa agar. Yo'q. Qanchaga beramiz aka? 19 ming bo'lsa beraman aka. 19. Tochkasi 19. 19. Aka, biz ham kanalingizga 1 kishi o'tib berasiz, 19 dan faqat. 200 o'tib beraman. 200. Avtolaytdan kelsa 18800, salonda aytib o'tganimizda 22 mingga yaqin turibdi. Telefon raqam pastda bo'ladi, telefon qilib bariga qilasizlar. Trekker olmoqchi bo'lgan tanishingizga bu videoni jo'natib qo'yasiz. Rahmat hammaga.